Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi. Bugungi kundagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta ayirboshlash kurslari bo'yicha siz aziz obunachilarga ma'lumot berib o'tamiz. Bugungi sana 15-dekabr 2025-yil. Amerika Qo'shma Shtatlari dollari 1 dollar 12.097 so'm 93 tiyinni tashkil qiladi. 1 yevro 14.194 so'm 50 tiyinni tashkil qiladi. 1 Rossiya rubli 151 so'm 77 tiyin. Amerika Qo'shma Shtatlari dollari 50 so'm 48 tiyinga ko'tarilgan. 1 yevro 95 so'm 37 tiyinga ko'tarilgan. 1 Rossiya rubli 13 tiyinga pasaygan. Azizlar, har kuni valyuta kurslari shu kanalimizda yangilangan holatda taqdim etib boriladi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, qo'ng'iroqcha like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.